Keyin mana shu yerga chiqib to'planamiz. Qizil dengizga sayohatga Mana bu erkaklarning namozxona. Kiroringlar erkaklar. Ayollar narigi namozxonaga kiramiz, aynan namozxonaga kiramiz. Aynan keyin yana bitta chiqdi, haqlar. O'tlaring o'tsalar, kerak safarga o'qiysilar. biz hoji onalar biz ham Paluvada yuraylik deyishdi. Ana Xudo xohlasa o'tiradigan joylari bilan qani hoji ona bir qarab qo'yingchi. Ha. Ana jildik Xudo xohlasa. Ana hoji ona bir qarab qo'ying valla. Palubalarda uchib, ha? Bu hoji akalarimiz xizmatda, hoji onalar bilan mana piknik qilib o'tiribmiz. Dengiz sohilda bo'yida. Abdulla o'rtaga o'ting, Abdulla. O'ting. Bosh o'yin tomondan tarqatib ketavering bitta-bittadan hamma. Ana hoji akalarimiz ba'da bu tomonda mana. Hojilar xizmatda. Hoji akam, Ergash akamdan Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'lsinlar Ergash akam. Ergash aka keyin safar ham kelaverasiz billa, Farg'onadan. Bo'laveradi. Bo'ldi. O'tiringlar, mana mekka kelinglar. Xolam keling mana mekka. Kelinglar mekka. Ha, dasturxonda ham solyapti, mana o'tirishibdi mana. Bu arabskiy degani bu mana shu o'tirishimiz. Ha, hoji onalar. Arabskiy ovqatlanyapti. Ha. Mana ularga nima Muhammad Aziz olib keling, yana suv yetmasa, nechta yetmasa olib kelinglar. Hammaga yetish kerak, Xudo xolasa. Hammalaring bu Xudodan so'ragan ekansizlar, bu Kamoliddin bilan boraman deb, ha? Juda yaxshi inson bilan bor ekan, kelganim. Salomat bo'linglar. Amin, amin. Yana safar billamizda, yana adashib qolmanglar, ha? Mana hoji akalarimiz. Hoji dada, yaxshimisizlar? Alloh rozi bo'lsin. Ha, salomat bo'linglar. Ha, salomat bo'linglar. Ularga pechenni beringlar. Amin. Muhammad Aziz, yaxshimisiz? Mazza bo'lyapti? Ha, zo'r. Zo'rmi? Abdullo, yaxshimi hamma yo'q? Hoji buvalar. Bir daqiqa chiqing, o'rta daqiqa sal. Kameraga chiqmay qolyapsiz. Ana, yaxshi endi. Alhamdulillah. Shu joylarga yetib rahmat. Ana. Halingiz sihat bo'lsin. Majna qilib o'tiribmiz, biz barakali bo'lsin. Orqaga qilinglar, ochib beringlar, biladi hollar. Kameralarimiz bor edi. Mana yoningizda o'tiribdi. Nima qani aytgandi?